Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Hammanglarniki shu joy vaqti xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'luq Hamid, Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Men navbatda ota-onam uchun Shvetsiyaningki poytaxti Stokgolmdagi parlament binosining oldida namoyish qilayotgani hozir 3 oydan eshib ketdi. Mana mashinalar toza vaqtida keladi. Shuninggacha hamda men bir 3 oygacha bo'lgan narsaga yakunni xuloslab chiqarmoqchi. Bugun namoyish qilmadim. Bugun namoyish qilmayman. Buningdagi shanba namoyish qilmayman. Chunki o'zimniki kuchimni va xo'ratqim yo'q. Buni uzungacha so'zib qilmoqchi bo'lgandan keyin muhim ishlar bo'lsa chiqib shanbada naq maydon qilaman, lekin shanbada kelib hamda namoyish qilmayman. Chunki dushanbadan jumagacha idoram bilan gaplashib shu kechasi ishlagan kunim kunduz amal bor, bir uyqumni bir 2 soat qisqartirib mishada bo'laman. Andan keyin shu Xitoyga qarshi shuarlarni to'layman. Andan keyin damilish yoki bir semestr ishlarim bo'lgan chog' demam nima. Erkin faoliyat degandagidek. Qarindoshlar, men bu yerda bir necha nuqta to'g'risi so'zlamoqchi. Birinchisi namoyishga chiqib hozirgacha bo'lgan ishlar to'g'risida. Men asli bu namoyishni, bu ishlarni men bu yasatgan birinchi qitimliq narsamni 2019-yilda shu ota-onamninki 18 yil kesilib ketgan xabarni olgan chog'da yozib qilmoqchi bo'lgan. Andan keyin medialardimi xili yaxshi taratqulardimi xili yaxshi bir natijalarni qo'lga keltirgan. Shvetsiya televiziya stansiya va boshqa medialarda. O'tirliqda men degandekidek işte bir akimiz paydo bo'lib, işte men qilib berman o'chi bo'chi deb oldi, işte saytimni oldi, uylarni masalan xotinlarga pul sag'izdi. O'ch bo'chi degan ishlarim, degan gaplarimninki hammasi rost. Buni mishadiki eng yaqin mening aynimda turadigan bir odamni biladi. Undaki o'zimning akisimi shoir, boshqa do'stlarimni bildi. Ularga ta'minlashga tegishli materiallarni ta'minladim. Undan keyin bu ishdan Shvetsiya Uyg'ur ma'rifati hozir shu Nejat Turg'un degan akamiz bu ishlarni biladi. Meningcha Turkiyadagi Erkin Akram ma'lumni bildi. So'rabdi Nejat akashdan nima ish bu debdi bo'lgan ishni. Demak, meningki bu yerda aytayotganlarimning ichida hech qanday yolg'on yoki ko'p turilma yoki hech qanday bir isbotsiz degandek narsa yo'q. Men qarindoshlar sizlarga chiqib bir faqat beshimda o'tgan ishlarni, uniki his qilganlarimni, anadagi meni qo'yganni, anadagi meni shpion qilmoqchi bo'lganni men sizlarga dedim. Men sizlarga hech qachonda chiqib bir isbot bilan ta'minlayman yoki unday qilma, bunday qilma demadim. Chunki meningki opam dadam Xitoyninki turmusida. Mening opam dadam Xitoyning turmusida, adam Urumchida. Bular go'regelik holatda. Men o'zimninki nemishni planlab qilayotganimni obdan bilaman. Men bu meningki oshkorlamasligimdagi sabab, ismini bu meningki isbotlan tashlamasligimdagi sabab bu meningki qizil siziqim bo'lganligi uchun men bu narsalarni qayirib qo'yib turdim. Shuningga men kunlarning birida uydagilarim chiqsa va yoki shu bir nimada bir namoyishda bir to'xtashib qolsa, ma'bali gapni qilib yo'qab ketdi deb manga bo'lgan bir nima narsada bo'lmasin, gumoniy nuqtai nazarda bo'lmasin, men oldin tushuntirib o'tay sizlarga. Men ayaga gapni aniq qilib o'tay. Men har qanday odam bilan gapni aniq qilishimni meningki gapni kesib qiladigan aningdan mijozim bor. Shuningga men mani sizlarga kesib deb o'tay. Aytgan voy ma'bali yo'qab ketdi, o bu deb. Chunki hozirgacha Dunyo Uyg'ur qurultiyi
manga qarshi bayonot e'lon qilmadi, manga qarshi chiqmadi. Bu narsalarni sukut turib angladi. O'kini Dolqin Aysa andaq debdiki, shundan bilan o Dolqin Aysaningki radioga gapiga men o'zimninki noroziligimni bildirib chiqib, darhollam qarshi chiqib radiyarimni bildirib bo'ldim. Shuningga har qanday qarindoshlarningki bu narsani men to'g'ri tushunishini umid qilaman. Bo'lsa shundaq bir ishlarni qilg'in bor, ammo meningki ota-onam Xitoyning qo'lida go'rogiylik holatda. Men chiqib davatqanlarim bu rost gaplar. Hech qaysida yolg'on gap yo'q. Ikkinchisi, Dunyo Uyg'ur qurultayidagilariga ochiq bayonot. Ya'ni Dunyo Uyg'ur qurultayidagilaridan Aysa Aliptekin, Dolqin Aysa, Abdukim Idris, Roshan Abbas, Rishad Abbas, Anvar Ahmad, Umar Qanat, Dilshod Rashid, Erkin Akram, Ablimit Tursun, Turg'unjon Alovuddin, Parat Yo'rinqosh, Quzat Altay, Baxtiyor Umar, uningdan keyin mayada yani kimning ismi chiqib qoldi, men bir qarab olay ya. Ammo yengida kirmoqchi bo'lgan bizningki Shvetsiyadagi Uyg'ur ma'rifatga Nejat Turg'un akash. Musholar qo'shimcha Rabiya Qodir xonimni qaytib qo'yay. Agar sizlar men bilan biz menga necha vaqtdan beri musha chiqib bizga hujum qilib ketdi yoki bo'lmasa bizni mana shunday qitillab ketdi, qarlab ketdi degan bo'lsanglar, sizlar Shvetsiyaga kelsanglar, men lokaldan birini olsam, jamoatning yig'ilgancha yig'ilsak, biz naq maydon ekran taqib turib, mediachilarni yig'ib turib, ya bo'lmasa cho'ng tipda bir siyosiy bir analiz yoki xalqni bir uyg'otish harakatidagi narsalarni qilsak, men bu sifatimni tashilsam, yana akilg'aylardan topadiganni akilib topsam, tashlasam, sizlarmi men sizlarni qarlayotgan bo'lsam yoki undaq qilayotgansam, bundaq qilayotgansam, men to'g'risida bir isbotinglar yoki bir narsanglar bo'lsa o'tirg'i tashilsanglar, bo'lsa yoshlar qurultayidan Dilyar Kason qatnashsin mushtaq narsaga. Nimadan jumhuriyatchilardan Najmiddin Kason, qaysi tashkilotniki kelib kelsa, men hozirgi shu ismini aytganlar bilan ekranni bilan o'tirib naq maydonda munozir qilishga men qo'lim ko'ksimda. Bulardan hech qachonda qo'rqib qolmayman va yoki bulardan til tutug'im yo'q. Meningki uyimning pulini men o'zim ishlab, idoramdan taqatgan halol topgan maoshim orqali to'layman. Meningki tamog'imninkini idoramdan ishlab topgan pulimga qilaman. Menga Shvetsiya bexatarlik idorasi seni anda qildiki, manda qilgan tik yo'q vaqt gapdan qilmanglar qarindoshlar. Mening psixikamni buzma demanglar. Men 11 yildan beri boj to'lab ishlayapman. Men qochoqchilik qilmadim. Uyg'ur qonunini men bostirib olmadim. Indigenous people'ni men qilib etmadim. Qochoqchilikni men qilmadim. Xalqninki opirib, tarjimonlardan ilib, xalqninki intervyularni gumantinga men satmadim. Xotinlarimni ish qilib. Bu yerda hamma narsa bor. Internetda IP adreslari qaysi shirkatnikini ishlatyapmiz, qaysi shirkatniki ishlatamiz. Tekshirish hamma narsa aniq chiqdi. Tekshirsin. Qo'ngimizni ochsin, zodi kimninki qanchalik echiladi ekan men bir ko'ray. Mushalar, kelinglar, Chexdagi yig'indan qaytib, qurultaydagilar Shvetsiyaga kelsanglar, men yotqinlarni o'rlashtirsam bo'ladi. Men ashuningki xotin bolalarni yig'ib, jamoatni yig'ib, uninggacha meningmi cho'nglar hozir O'zbekistonda kelsa biz yig'ilib, agar men qarlab ketgan bo'lsam, sizlarning ustinglarni to'kmat qilgan bo'lsam, yoki Dolqin Aysa degandek, voy aka, men sizni bir tillab olsam, qurultayni tillab olsam, Aqtay opamdan qo'yib beradigan bo'lsa, shu ovozlarni, shu narsani akasin. Germaniya istixborot idorasi aralashsin bu narsaga. Men qancha vaqt shunday telefon qildim yoki qanday vaqtda shunday gapni qildim. Men o'zimningki qilgan gapimga, o'zimning har bir qilgan ishimga men o'zim dokazatni javob bera olaman. Oxirigacha epman olayman. Chunki mening elimda turayotgan odamlarim bor. Menmi kimninki tegishlik menga gumon nazarda menga o'zimni qo'g'dash uchun men qo'yilganligim uchun men qaysi ovozlarni kimnikini joy-joyiga ratlabmandim, WhatsAppdagi narsani joy-joyiga ratlabmandim. Biz yig'in zalda deysak bo'ladi uni. Chunki meninkini o'sha qo'ygan yoki bir nima qilgan, o'sha qurultayning ichidagi nopozliq odam chiqib berma, undaq deb mening medialarimni to'xtatib, mening inqilobimni to'xtatib, 1,5 yil vaqtimni o'tkazyapti. Mening ichim ochiq hasratda. Men albatta so'zlayman. Nimishki so'zlamayman bekademikaga? Nima deb mening so'z erkinligimni, fikrligimni, meninkini sizlar to'sqinlik qilmoqchilisizlar. Undan keyin Germaniyadagi
Aysa Aliptekin efendim, sizden dadınız ilki buğunuz mu Gomindang'ınki katkı boğa benim bilişimce. İlki bir Gomindang'ınki bir narsa var ki onu mu 70 yıllarga siz setip yavatısız. Çıkarın hani Uygur üçü işiltimiz. Onu tıkıp aldığın çatırak bir tazlık qağaz emas, o bir xotin kişininki. Çıkarın anasını işiltimiz. Qanday degan gap bu, nima degan nomus qilmagan odamsiz? Öyle degan chaqda bu quvonliq qistirib yotadi ekan. Cho'ng apangning bir bizning so'maganniki, aqasingning chiqarishmamsa dunyo Uyg'ur qurildi ekan, demamsa chiqar aka mani. Uyg'urning ichida o't ko'yapti. Mustaqillik talab qilamiz, mana aslan senda barkan chiqar demamsa, guylar nomus qilishmaydiganlar. Amerikadagi avliqi tatish loyisani sotqa. Anasini siskay loyisaninki. Tatish qayerdan tushdi o indigenous people degan narsani qilish? Qaytirib berish anasini qanday qilgan bo'lsang shunda. Rabia Qadir, Ömer Qannat, Alim Sitov, o'sha Amerikadagilar, o'sha Uyg'urga ziyonkashlik qilganlar. Yo'qotish indigenusni qanday qilgan bo'lsang shuni shunday yo'qotish. Taqishdi mustaqilligimizga bizningki avu. Indigenous people deganninkini u narsa u qilolmaydi, mustaqillik talab qilib yo'qotish anasini. Aysalibdiki sen chiqa anasingni. Cho'ng'osang hurmatlaymiz deb qo'ya, yurakka qon laxtolab ketdi, vatanning ichida qon yiqyapti men senga deb qo'ya guyning onlari. Çoğusan, alim bolsan, çoğusan, üzenge, adam bulmuşsan bika. Çandın mı? Manda diplom balanı köydük. Manda kaltık balanı köydük. Millet için ananı sendek kuylan terbiyelige, atanınga sendek kuylan terbiyelige. Millet koygan hain kuyla kense, resmen imele kense. Bir işini oңşap, bir işini tüzük kılışmaz. Kılamini sotqı bere, kayak versen bere. Ya ölüm, ya körüm, haqasın ölemezsen, haq öyle koy. Qayrındaşlar, bizning da'vatiki müşta Uyg'ur qonunini, müşta indigenous people'lar quvvatganlarni, masalan, biz Chechen millatininki yoki boshqa millatlarning bo'lamsa, balaning onamanasini ko'zga ko'rsatdi. Biz va Xitoyninki nimasini jurab pulib ketdik. Bichora bo'lib ketibdik. Yaxshi mavu. Her işte bir hikmet deb, meningki uydagilarim turmada bo'lganligi uchun, meniki tartishga hech narsam qolmaganligi uchun men chiqib so'zlayapman. Buning oldida so'zga adlarimiz bo'ldi, ustozlar so'zlayapti, ekranlar taqtatdi. Quloq sep anglanglar qarindoshlar, mana unda qilmayli. Vatandagilarga tuzkorlik qilmayli, xumsizlik qilmayli. Qarindoshlar qilgan ishimizga ega bo'ldi, mardona bo'ldi. Xalq qaqshab ketib bardi. Bizdan umidlarni kutyapti vatanning ichidagilar qarindoshlar. Ölüp ketdi, Ürümçi qirg'inchiligida, G'o'lji qirg'inchiligida, Baran hozirgacha o'lyapti. O kommunist kelmagandan o'lgan, kelgandan keyin Gomindangdan o'ldi, Manjolanikidan o'lgan qarindoshlar. Bizmi bir shu Qozog'istonliklardek, O'zbekistonliklardek o'zimizning pasporti, o'zimizning puli, o'zimizning diplomatik, o'zimizning askar yashab baqsaq nima bo'pti? Dunyo vaziyatimiz bizga o'ng'ich kelyapti-ku. O'zinglarning davlatning ichidagi Xitoyni yomon ko'rgan partiyalar bor, ash partiyalar bilan birlikda ish qilinglar. Dis Amerikadagilar demokratlarning qo'ng'a kirib oldi ekansa, ana o'kin nasib bo'lsa, maydonni aniq qilib bo'pti. Biz Xitoy bilan kilometr birgalashib ishlaymiz, Uyg'ur qirg'inchiligini qarib qo'yib turamiz deb chiqibdi ana medialardami. Ashunda odamlar bilan birga ishlamsa, Nuri Turkar mana seni diniy ishlar ministri Nancy Apangning degan gapi ma'vu. Ema menga berib Nancy Apangni. Birdan bo'lsa seni Amerika kirgizmaydi. Amerika to'xtama menga. Amerika bağım kesmeden pasportum Şivit pasportu. Ben bir Amerika'nın kanununa xilaf iş qilmasam, benimki gap qilish huquqim uchun Amerika'nın asas qonunini buzib menga viza bermamda. Bağım kes boraverma. Elektronlik viza olmayman men aytib ketsa. Ben borsam yer pul xarjlayman, u yerga sayohatga boraman. Aeroplan bilet olaman, hotel olaman, haqniki tushmayman. Bizam bozordan tamoq yeyman. Birsi beqinchilikim yo'q meningki. Ko'rdinglar ana shu narsalarni hammani ko'ryapsizlar qarindoshlar. Bir singlarni chiqib bir Shvetsiyadagi panohlanguvchilar tarjimon qabul qilgan chaqda men deb qo'y, agar kimdir kunlarning birida Shvetsiyaga yo'lchilar Norvegiyaga kelganligida kemak ko'rsanglar, ayol tarjimon olmanglar. Men gapmaslik aniq deb aytay. Er tarjimon ilinglar.
tarjimon talab qilmaydinglar. Mallik tok desanglar bo'ldi. Mallik tok. Ya'ni tarjimon qabul qilmaydi desanglar. Uni u yog'i ayol tarjimonnikini u sizlar kirmasanglar bo'ldi. Ayol tarjimon kerak emas, tarjimon desanglar bo'ladi. Beshinchisi, meningki maydonim va nishonim. Meningki maydonim qarindoshlar. Mening maydonim men mustaqil bo'lishni xohlayman. Ammo men shu yo'lda ketib yetib, nahaqsizlar bo'lsa so'zlayman, ochadigan narsalar ochaman, qo'limga qanchalik narsa bo'lsa chiqara olgancha chiqarma, cho'ngini men sizlarga dedim, hozir sizlarga chiqarib berolmayman. Balkim u narsa vatanimiz qurilib qolsa, vatanimizniki bexatarlik idorasiga topshirilishi mumkin, o'zimizniki Sharq Turkiston quriladi, Uyg'uriston quriladi, hech bir mustaqil davlatimiz bo'lgancha. Bo'lmasa, u ashtab ketib turadi hozircha. Uni vaqt kammi deydi. Shuna u narsani mendan talab qilmanglar. Meniki maydonim bo'lsa mustaqil bo'lish, Xitoyga qarshi turish, nishonim bo'lsa ota-onam chiqqicha qo'limdan qanchalik kelsa shunchalik kurash qilish. Anadaki 6-incisi bu ishlarninki oxiri qanday bo'ladi deb yoki men sizlarga oxirini qanday tushirishni yoki qanday boshlagamsam qanday tushirishni deb men bu yerda hech qachon sizlarga o'yin o'ynamadim, banasin dedim. Agar opam dadam chiqib ketib qolsa, men o'zimniki sizlarga deydigan bir ikki og'iz yurak so'zim bilan deb men bu narsalarimni yig'ishtirib chiqib ketmayman, ammo inqilobimni davomlashtiraverman. Baribir Xitoy dushmanim bo'lib bo'ldi. Apam dadam haromdan harom, nahaqdan nahaq 5 yil yaptı. Xitoy xoinlari dushmanim, Xitoy dushmanim. Shuningga mayada mashina qanday yig'ishtirib olar yoki yig'ishtirmas degan ish yo'q. Buni men yig'ishtirmayman. Buni dunyo Uyg'ur qurultaydigilar o'sha odamga qanday chiqqan bo'lsa, ashna poqida qanday adolab shular yig'ishtiryapti. Mening yig'ishtirib olishga hech qanday ishim yo'q. Men xohlagan bir kun uydagilar chiqsa to'xtadi, chiqdi deyman. Gaping o'z sotqichiq yoki andaq-mandaq deyman, bu tugidi. Bu narsada ortiq gap qilishninki hojati yo'q. Shu qarindoshlar. Unda bo'lsa, men deydigan gapni deb bo'ldim qarindoshlar. Unda bo'lsa, hammanglarninki o'sha vaqt xayrli bo'lsin. Xudoyimga omonat qarindoshlar, ko'rishimiz. O'chirib yedim.